Assalomu alaykum hammaga. Cobalt mashinasi kelgan, yana muammo. Bu boshqacha muammo, qarangizlar. Mashina dada ketyapti, 31 tezlik. Gazni bosyapman, oxirigacha bosyapman, 32, 31 da ochmayapti. Lekin hech qanaqa ошибка yo'q kompyuterda. Mana. Siltab mana 29, 30. Lekin gaz oxirigacha bosyapman. Oxirigacha bosib turibman, 31. Shunaqa tupoy kasalligi chiqib qolgan Cobaltda. 2022-yil ekan bu. Mana shunaqa muammolarni to'g'rilab beradidik. Mana. Bu xohlagan payt chiqadi bu muammo. Mana hozir shu muammoni chiqarib mana siltab olyapti. O'shani to'g'rilab berib, tayyor holatini qo'yib o'tamiz. Cobalt mashinamiz tayyor bo'ldi. Kecha mashinani olib qolgandik, obeddan keyin. Dinamo zaryadlari 14:21 zo'r beryapti hammasi. Hozir ko'chaga chiqib tekshiryapmiz. Hammasi zo'r holatda ishlab beryapti. To'g'rigan. Pulka kiramiz. Mashinamizda tortishlari ham mana joy-joyiga keldi. Zamikana ishlarni hammasini qildik. Xudo xolasa muammo qilmaydigan darajada ishlayapti. Hozir birdaniga akamizga zaslonkalarni ham tozaladi, switch, injektor, orqa bakda ham churik pamperslarigacha, xullas mashinani hamma joyini oldin qilib chiqarildi. Bu narsalar birdaniga antifrizlar ham oldin, antifrizlar moylari ham birdan almashtiriladi. Graduslar, temperatura tashkillar hammasi joy-joyida ishlayapti. Konditsioner yongan holatda, напряжение bo'lgan holatda 14 dan tushib ketayotgani yo'q dinamo zaryadlari. Shkolatga ham qo'yildi bunga. Dinamo zaryad 12:30, 13 ga ham tushib qolayotgan, 12 ga ham tushib qolayotgan to'g'ri. Ulargacha to'g'rilab berdik. Hammasi ko'ngildagidek ishlayapti. Xudo xolasa muammo qilmasdan ishlaydi. O'zi shu muammo ko'p kelyapti hozirgi kunda. Akamiz ham 2-3 taga ustaga borgan, shu uchun ko'ngillari to'lib olib keldi. Mana 1,5 kun ichida mana qilib tugatdik. Soatimiz hozir 5 atrofi. Bugun sanamiz 31-may sanasiga ko'ra 31-may shu ishlarni tugatdik. Aka, fikringiz nima deysiz biz haqimizda? Oldin ham akamiz klientimiz edi, endi ishonib olib kelgan. Bir o'zingizni fikringizni aytsangiz, qolgan obunachilarimiz ham foydalanib qolardi. Rahmat hammasi uchun, yaxshi ishlayapti. Xudo xolasa yana sinab minib ko'ramiz. Hozircha yurishlari yaxshi. Oldin bir-ikkita ustaga olib borgan, haqiqatdan ko'rib ошибкасini aniq vaqt topib bera olmadi. Bu yoqqa yaxshi topib berishdi. Xudo xolasa tavsiya qilaman, yaxshi o'rnima, yaxshi usta ekan. Xudo xolasa Shuning uchun rahmat. Kanalimizga obuna bo'lib qo'yingizlar. Bunaqa muammolar, bunaqa narsalarni tez bartaraf qilib yechib berishlikka tunu kun harakatdamiz. E'tibor uchun hammaga rahmat. Podpiska, like bosishni unutmangizlar. Adresimiz Toshkent shahri, Sergeli. E'tibor uchun rahmat.